Pepda davomiylik, mantiqiylik bor. Avval Abduqodirni o'sha pozitsiyaga o'ynatib o'rgatgan bo'lsa, hozir endi Abduqodir markazda ko'ryapti. Qanotga yaxshi Aleni qanaqa o'ynarkan deb kuchsizroq raqibga qarshi qo'ydi. Siz qanaqa kuzatdingiz? Nafaqat Alen, balki Stonesni ham boshqa pozitsiyaga surdi. Misol Stones oldigan markaziy o'ngda o'ynash kerak bo'lsa, yo'q, Husanov joyida qoldi, Stones chapda. Ham ko'rsatyaptiki, hozir ularga nisbatan Husanovning mavqeyi baland. Prioritetdan ustuvor. Formada avval ham aytgandim, Husanovning City'dagi raqobatchisi bu Diyesh. Endi Diyesh bilan raqobatga keladigan bo'lsak, hozir Husanov zo'rroq formada. Ayni shu kun tartib Lekin ana Guardiola Rodrini qo'lladi-yu baribir. Zo'r o'ynab turgan Nikoni zaxiraga o'tkazdi. Rodrining tushirdi. Osmona Rodri tiklanib oldi. Shu joyda ham Diyeshga nisbatan shu uslubni qo'llash ehtimoli ham bor.